bittaman xatoyimni deb o'ylamay yo'qotib qo'ydim. Ozodlikdan mahrum bo'lganingizdan keyin bo'ldimi bu narsa? O'sha sud hukmini olganimizdan keyin ba'zi bir sabablarga ko'ra Farzandlaringiz ham keladimi? farzandlarim yo'q, hozir kelolmaydi. Necha yosh ular? Katta qizim 14 yosh bo'ldi. Asosan xatlashib turamiz. O'sha kichkinalarni ham xabarini o'sha katta qizim jo'natib turadi. Ular qayerda? Kimni qaramog'ida hozir? Hozir onasini qaramog'ida. Vaqt o'tib, vaqt davolab, balki oila tiklanib ketar, balki umidlar bormi? Endi o'ylab ko'rgan bo'lishligingiz tabiiy-ku. Buni iloji yo'q, chunki u ayol boshqaga turmushga chiqib ketishdi. Hozir farzandlar ham o'sha oilada katta bo'lishyapti. Eslashni qolmagan mana shundan. Eslamaslikni iloji yo'q. O'shada 3 ta bola qanaqasiga esingizdan chiqishi mumkin? Har turgan yurganingizda, har bitta ishingizda farzand haqida o'ylamaslikni o'zi bu insonga xos odat emas-ku. Sog'indingizmi ularni? Judayam. Shom u sahar men zor yig'larman. Junim sahrosida devona majnun bor yig'larman.